Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz o'quvchim Ahmadov Alibek. Assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun chiroyli suhbat tayyorladik. Ya'ni ko'p abituriyentlar va obunachilar, ko'p o'quvchilar tomonidan beriladigan savollarga qisqacha javob berib o'tamiz. Bu Ahmadov Alibek o'quvchimiz yaqinda milliy sertifikat imtihonidan deyarli A+ darajali sertifikatni qo'lga kiritdi. Buni bilan tabriklaymiz. Endi obunachilar tomonidan va o'quvchilar tomonidan ko'p beriladigan savollarni Alibek o'quvchimizga beramiz va ma'noli javobni kutib qolamiz. Demak, birinchi savolimiz beriladigan qanday darajali sertifikat qo'lga kiritdingiz degan javobga men sizlarga aytdim, ya'ni A+, 0.25 ball yetmagan A+ ga o'zi A darajali sertifikat. Endi shu A darajali sertifikatga Alibek qancha vaqt sarfladingiz? Deyarli 2 yilcha bo'lib qoldi. Har kuni. Xo'p, 2 yil. Ya'ni nechanchi sinfdan boshladingiz? 10-sinfdan kelishda boshlayman. 10-sinfdan. Yaxshi. 2 yil vaqt sarflangan. Endi bu 2 yil vaqt davomida kuniga qanchadan biologiya faniga vaqt sarflab shug'ullangansiz? O'rtacha. Kuniga 5-4 soat o'rtacha shug'ullanganman. 5-4 soatdan o'rtacha. Eshityapsizlar? Kuniga 5-4 soatdan. Obshi hozir 2 yilga hisoblaydigan bo'lsak, 2000 soatdan oshadi. Endi A+ darajali sertifikatga o'zi aslida qancha vaqtga erishsa bo'ladi? 6-7 oyga erishsa bo'ladi. 6-7 oy. Nimaga siz mana 6-7 oyga erishmadingiz? Da 2 yil vaqt sarfladingiz. Shuni obunachilarga tushuntirib bering. 6 oyga erishsa bo'ladi. Kuniga faqat 10 soatdan ko'proq yoki 10 soat shug'ullanish kerak. Men kuniga 10 soat shug'ullana olmaganman. Do'stlarim bilan chalib qo'yganman. Ishlarim bilan telefon chalayotgan, futbol ko'rganman, vaqtni noto'g'ri sarflaganman. Ya'ni kuniga 10 soat shug'ullanishga xalaqit beradigan ishlar aytyaptilar. Ya'ni telefon bilan short videoda ko'p vaqt o'tkazib qo'yganlar yoki futbol ko'rib, o'zimga aytdilar, televizordan futbol ko'rib vaqt o'tkazib qo'yganmiz deb, yoki og'aynilar bilan ko'chada suhbatlashib yoki boshqa qo'shimcha ishlar bilan vaqtni o'tkazib qo'yilgan. Shuni hisobidan kuniga o'rtacha 4-5 soat shug'ullanilgan, qolgan vaqt mana shunaqa bekorchi narsalarga sarf bo'lib qolgan. Shuni hisobidan ham shu 2 yil vaqt ketgan. Yomon emas, chunki boshqa abituriyentlarda ham, ko'p abituriyentlarda ham shu muammo qiynaydi. Lekin birinchi marta imtihonga kirib, birinchisidan deyarli A+ darajadagi sertifikat olish hammaga ham qo'ldan kelmaydi. Shuning uchun ham bu qisqa vaqt ichida, qisqa vaqt ichida mana shunday sertifikatga erishganligi uchun, bittadan bittaga imtihonga kirib, mana shunaqa natija ko'rsatganligi uchun bundan suhbatlashyapmiz. Deyarli hozir siz 10-sinfdan boshladingiz. 10-sinfdan faqat shu meni kurslarimda o'qidingizmi yoki qo'shimcha kurslarga ham qatnashdingizmi? Yo'q, faqat sizni darslaringizda kuzatdim. Faqat menda offlayn darsida to'liq shu 2 yil qatnashgandik. Endi bu 2 yil orasida dam olishlar bo'lgan. Bir oylab, masalan, imtihondan keyin, bir oydan keyin darslar boshlangan. Ularni ham inobatga olish kerak. Endi bu abituriyentlarga aynan shu A+ darajadagi sertifikatga erishish uchun qanday shug'ullanishlarni maslahat berasiz? Shunisi qiziq. Bemalol, emin-erkin gapiravering. Qancha vaqt? Yo'q, masalan, hozir abituriyentlar shu biologiya fanini yaxshiroq o'zlashtirish uchun yoki mukammal o'zlashtirish uchun mana shu sertifikat darajada
bilimlarni shunday mukammallashtirish uchun e'tiborini bir joyga jamlab, faqat biologiya bilan shug'ullanib, faqat biologiya bilan ishlab yursa, bir 6-7 soat kuniga sarflasa, vaqtini ajratsa biologiya uchun, bemalol A+ yuqori daraja olsa bo'ladi. Bo'ldi, savolni bo'lmasa aniqlashtiramiz. Masalan, 6-sinfdagi oilalar mavzusi yoki shunga o'xshash botanikadagi yodlanadigan mavzular. Shuni yodlash uchun qanday texnikalardan foydalangansiz? Yozib, o'zi ustida savol-javobsiz yozib faqat yodlasa bo'ladi. Demak, siz yozib yodlashni afzal ko'rgansiz va yozib yodlaganingizda sizga yaxshi esingizga qolgan. Jadval tuzib, shu yozish ichiga kiradi. Demak, har xil turlicha organizmlar berilgan bo'lsa, turli xil nimaga mansub, ular orqali ularni jamlashtirib jadval tuzib yoki ro'yxat tuzib, yozib yodlashni demak ishlatgan ekanlar va yaxshi effekt bergan, yodlangan. Olimlarni yodlaguncha nima qilgansiz? Olimlarni yodlaguncha o'sha yaratgan yoki kashf qilgan narsasini bog'lab, bir-birini, masalan, hayotimizda ko'p ishlatiladigan so'zlarga bog'lab yodlaganim yaxshiroq effekt bergan, foydaliroq bo'lgan. Olimlarda shunaqa yaxshi. Endi yana bir savol bo'ladi. Yana bir savol. Bitta kitobni, o'sha bitta maktab darsligidagi bitta kitobni o'rtacha necha marta takrorlab o'qigansiz? Uni hisoblab ko'rmaganman, ko'p marta, 5-6 marta shunday. Men masalan o'quvchilarga bitta kitobni 15 marta qayta-qayta o'qish, ya'ni masalan bitta uyga vazifa berilganda 5 marta qayta o'qir, ikkinchi marta berilganda yana 5 marta, uchinchi marta berilganda yana 5 marta o'qiganda 10-15 marta 20 martagacha bo'ladi. Ana shu 15 marta o'qilgan vaqtni yodlab qolganligiga ishonch hosil qilsa bo'ladi deb aytganman. Ya'ni imtihonga yetarlicha. Deyarli sizniki ham shunaqa bo'lgan. 5-6 marta kitobni takrorlagan bo'lsam, har bittasida 3 martadan ketma-ket o'qiganman. Deyarli 15 marta bo'lgan. O'tganman. Ko'ryapsizlarmi? Manaki mana shunaqa holat. Xo'p. Yaxshi. Endi bu suhbatni yana davom ettiramiz. Bu birinchi mana shunday A+ darajaga erishgan toza o'zimni o'quvchim, shuning uchun ham mana shu suhbatni tashkillashtirdik. Bundan keyin ham xuddi shunaqa natijaga erishgan o'quvchilarimiz bilan mana shunaqa suhbatlar tashkillashtirib sizlarga taqdim etamiz. Bugungi suhbatimiz shu yerda yakunlanadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Bo'ldi. Normal bo'ldimi? Ha, bo'lgandi.